Assalomu alaykum, Xonavto kuzatuvchilari. 2015-yil Cobalt. 2015-yilda Midnight Cobalt chiqqanmi? Kommentariyada yozib qoldiringlar. Oldilarini Black Piano qilib qo'yibdi. Ya bu ichini shlipovka qilgan ekan. 2015 kraskasi top-toza. Mexanika peredachada mashinamiz. 190 ming masofa bosib o'tgan. Holati zo'r lekin mashinani. Konditsionerlari bor. Haytofon, evakor polik. Mana qiriladigan joylarini laminatsiya qilib qo'ygan ekan. Mashina полный shumka. Полный ham yo'q shumka qilingan ekan. Mana ichki ko'rinishlari, sidenalari ham mana yangi turibdi. Mashinani toni chiroyli ekan. 4 diskasi qo'yilgan, yumshoq balon qo'yilgan. Mana orqa ko'rinishlari mashinamizni propanda. Propanda ham yangi qo'yib qo'yishgan ekan. Qirilgan, chizilgan, dilda-xira qiladigan joylari yo'q ekan. Oldi ko'rinishini qaranglar, вообще chiroyli qilib qo'ygan ekan, yarashgan ekan. Bakovoylarni ham mana qoraytirib, $10,000 Midnight Cobalt qilib qo'ygan ekan. Bu mashinamizning narxi $7,850.